Assalomu alaykum, qandaysizlar, yaxshimisizlar? Bugun iqtisodiy sudlarga da'vo arizasini onlayn tarzda yuborish yo'llarini ko'ramiz. Da'vo ariza bilan, masalan, arizami, iltimosnomami, apellyatsiya, kassatsiya, taftish, shikoyatni va hokazo yuborish yo'llari deyarli bir xil. Shuning uchun bugun biz da'vo arizani yuborish yo'llarini ko'ramiz, chunki ko'pchilik uchun shu kerak. Buning uchun biz avvalo nima nizo bo'yicha da'vo qilyapmiz, shuni aniqlab olishimiz kerak. Misol uchun, moliyaviy yordam bo'yichami, qarz bo'yichami, oldi-sotdi shartnomasi, pudrat va hokazo yoki bitimni haqiqiy emas deb topish, zarar undirish va hokazo nimaiki nizo bo'layotgan bo'lsa, o'sha nizoga to'g'ri da'vo ariza, unga ilova qilingan hujjatlar, misol talabnoma, firma guvohnomasi, shot faktura, aktivka, shartnomalar va hokazo hammasini yuklab, tayyorlab, PDF shaklida kiritib olamiz. Va shundan keyin qo'limizdagi Google yoki Yandexdan qidiruv qismiga kabinet.sud.uz deb yozamiz va qidiruvga bosamiz. Sayt kelib chiqadi. Saytda lichniy kabinetga kirganimizdan keyin bitta muhim narsa, agar sizlar firma bo'layotgan bo'lsangiz, MTJni xususiy korxona, o'sha firmaning akkauntidan kirish kerak. Chunki ertaga ariza yuborayotganda o'sha firmani da'vogar sifatida firma bo'ladi. Shuning uchun firmani akkauntiga o'sha OneID dan yoki login parol bilan yoki elektron raqamli imzo ключ bilan kirish kerak. Endi menda hozir firma yo'q, shuning uchun advokat sifatida o'zimning shaxsiy kabinetimdan kiraman. Lekin shaxsiy kabinetga kirsam, firma akkauntiga kirsam deyarli hamma bir xil. Kirib olamiz, OneID dan ro'yxatdan o'tgan bo'lishimiz kerak. Login parolimiz teramiz yoki o'sha elektron raqamli imzo ключini terib kirib ketaveramiz. Va mana bu saytda asosiy qismi hisoblanadi. Biz bu yerda demak chap tarafdagi murojaatlar qismidan murojaat yaratishni bosamiz. Va bizga kelib chiqadi mana iqtisodiy sud, fuqarolik, ma'muriy va hokazo. Biz bugun iqtisodiy sud kirityapmiz, shuning uchun iqtisodiy sud tanlaymiz. Birinchi instansiya murojaat turiga da'voni tanlaymiz, chunki nizoli ishlar da'vo tartibida ko'riladi. Agar nizosiz bo'layotgan bo'lsa, buyruq tartibida. Shuning uchun da'vo tartibini tanlab, keyingi qismga o'tamiz. Bu yerdan yuborayotgan sudimizning manzillarini kiritamiz. Masalan, ko'p bo'lgan Toshkent shahar tumanlar iqtisodiy sud ko'p nizolar shetda bo'ladi, shuning uchun shuni kirityapmiz. Va da'vogar nomiga demak biz tanlaganimiz o'sha firmamiz nomi kelib chiqadi. Endi men hozir o'zim nomimdan kirityapman, shuncha chiqmaydi. O'zi sizning akkauntingizda firmangiz nomi kelib chiqadi shu yerda. Agar sudda onlayn qatnashmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, masalan, bormasdan o'zingizning ishxonangizda kompyuterdan qatnashmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, menga video konferensiya aloqa tizimida qatnashni bosib ketsangiz ham bo'ladi, yoki o'sha bir iltimos qilib, men bu VK sud.uz saytidan masalan login parollarni olib, shu yerdan ham onlayn qatnashish imkoni bor sudlarda. Keyingi qismga o'tamiz. Bu yerdan da'voni ma'lumotlarini kiritamiz. Masalan, da'vo ariza raqami shart emas, misol bir deb yozib ketaveramiz. Ariza turiga umumiy tur, umumiy tadbirkorlar sotlashtirilgan tadbirkor bo'lmaydi, chunki zarar ko'pda. Ish turkumiga masalan aytaylik, nima bo'ladi? Keling, moliyaviy yordam ko'rsatish shartnomasi yuzasidan qilaylik. Qo'shimcha ish turkumiga masalan shart emas kiritish, agar bo'lsa kiritasiz, lekin bo'lmasa shart emas. Da'vo summasiga masalan kiritamiz. Bu juda ham muhim narsa, ayniqsa zarar undirish, qarz undirish yoki o'zingizni pulingizni kimdan olmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, buni kiritish kerak. Nimaga? Chunki bu sizda sudga to'laydigan davlat bojiga ta'sir qiladi. Shu yerda yozgan summangizdan kelib chiqib, oxirrog'ida davlat boji sizga avtomatik hisobga qilib beradi. Shuning uchun mana xo'p, davlat bojini so'mda da'vo summasini so'mda yozamiz. Misol uchun asosiy qarz aytaylik 20 million oldik, 20 million. Xo'p, shundan boy berdigan foydamiz yo'q. Misol uchun ko'pchilik uchun penya penyani da'vo arizada hisob kitobini yozib ketinglar. Shuning uchun shu yozilgan summa ertaga oson bo'ladi sudga hisoblasham. Shuning uchun masalan penya aytaylik, общий penyamiz 5 million bo'ldi deb bo'lsa masalan. Yoki penya oldin agar jarima berilgan bo'lsa, jarima misol uchun yozib ketasiz. Yoki foiz. Shularning hammasini hisob kitob qilib qo'shib bo'lsamiz, kelib chiqadi. Agar biz yana qanaqadir boshqa nizomiz bo'lsa, bu yerdan qo'shib bosib, qo'shimcha kiritib ketaveramiz. Xo'sh, keyingi qismga o'tamiz. Bu yerdan o'zimizda demak javobgar bo'lgan, bizdan o'sha haqqimizni bermagan, biz bilan nizolar qolib qo'ygan o'sha javobgar ma'lumotlarni kiritamiz.
Mana bu yerga ham masalan, xo'sh, agar o'sha shaxsda yuridik shaxsmi, yaratilma farqi yo'q. O'sha yuridik shaxs bo'lsa, bu yerdan stirni kiritamiz va qidirishni bo'lsa avtomatik kelib chiqadi. Misol uchun, Jo'jepa robot emasmani tanlaymiz va qidirishda bossak, demak bu yerga kelib chiqadi o'sha geografik ma'lumotlari avtomatik shakllanadi va keyingi qismga o'tamiz. Bitta narsa, keyingi qismga o'tish oldida qo'sh degan narsa bor. O'sha qo'shib qo'yib, chunki qo'shilmasa u shakllanmaydi va keyingi qismga o'tamiz. Davlat boji, demak stavkasi mana 500 million hisoblanib 4% emas 2% bo'ladi. Chunki fuqarolik sudlari 4%, iqtisodiyot 2%. Shuning uchun bu yerda mana kelib chiqadi. Agar bizda kvitantsiyamiz bo'layotgan bo'lsa, mana bu yerda qo'sh tugmasini bosib, menga kvitansiya raqamini kiritamiz. Kvitansiya raqamini qayerdan olamiz yoki kvitantsiyani qayerdan shakllantiramiz? Bu billing sud.uz dan bo'ladi. Ya'ni mana billing sud.uz dan demak kvitansiyalar yaratib olishimiz mumkin. To'lashimiz mumkin. To'langan tekshirish mumkin. To'langanmi, to'lanmaganmi? Shuning uchun to'langan degan kvitansiyaga o'tgandan keyin shuni yuklab, bilmaylikka kvitansiya raqamini kiritsak, u shakllanadi avtomatik. Shuning uchun buni to'lanmasa ertaga davlat boji ariza qaytariladi. Agar siz masalan Savdo-sanoat palatasiga a'zo bo'lgan bo'lsangiz, o'sha ma'lumotlarni kiritib ketasiz. Agar a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, davlat bojingizdan to'lashga majbur bo'layotgan bo'lsangiz, bunaqada o'zingizning firmangiz demak to'lash kerak. Keyingi qismga o'tamiz. Bu yerdan asosiy qismga yetib keldik mana. Yuklashga, misol uchun birinchi navbatda ariza yuklanadi. Masalan, yuklashni boshlaganimizdan keyin tanlaymiz. Misol uchun mana men bitta ish kirityapman. Endi bu aliment bo'yicha kiritganmiz. Misol sizlar o'sha yerga o'zlaringizda qarz undirishmi, shartnoma bekor qilishmi, shartnoma haqiqiy emas topishmi, zarar undirishmi, hokazo yozib qo'yishlar. Misol uchun o'shani kiritib qo'yapmiz. Masalan, aliment arizasi yuklanadi. Demak, bu yerga masalan advokatlik order yuklashim kerak men, chunki advokat sifatida yuboryapman, lekin sizlarda shart emas. Masalan, endi misol uchun yuklab qo'yapman, nimani hujjatni, masalan, kvitansiya yuklab qo'ydik, o'rniga yuklash kerak. Sizlarda bu chiqmaydi. Firmaning akkauntga kirganingda bu narsa chiqmaydi. Chunki bu shart emas sizlarga hozir. Endi ketdi, mana bu yerga boshqa hujjatlar degan qismiga ilova hujjatlar yuklanadi. Keyin men bu IPKda majburiy o'sha da'vo arizangizda javobgar firma yuborganingiz haqida tasdiqlovchi hujjat, misol uchun pochtadan yuborgan bo'lsangiz, pochtadan chekimi, masalan, agar elektron pochtaga yuborgan bo'lsangiz, elektron pochtadan skrinshot ma'lumotini shuni yuklashingiz kerak bo'ladi. Yoki mana boshqa hujjatlar qismiga o'sha ilova hujjatlar, talabnomangiz yoki masalan boshqa nimaiki ish bo'lsa, hammasini makka boshqa hujjatlar degan qismini boshqa hujjatlar degan qismini tashlab yuklab ketasizlar. Do'stlar, ro'zadaman, sal nutqim chayilyapti, chunki uzr so'rayman. Imkon qadar tushunib olishga harakat qilasizlar degan umiddaman. Ilova hujjatlarni yuklaymiz. Yuklandi. Undan keyin o'sha biz hamma hujjatlarni yuklab bo'lganimizdan keyin bu yerda shakllanadi. O'sha davlat bojini ham, pochtani ham, talabnomani ham hammasini yuklab bo'lganimizdan keyin biz mana keyingi qismga o'tamiz. Va bizda o'sha umumiy ma'lumotlari ko'rinadi. Oxirida mana bu yerdan murojaat yaratishni bosganimizdan keyin bizga o'sha murojaatimiz yuboriladi sudga. Tekshirib olish uchun ma'lumotlar to'g'riligini ishonch hosil qilib olgandan keyin yuborsangiz bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Nutqdagi kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Agar sizga qandaydir masalada advokatlik xizmatlari, yuridik xizmatlar kerak bo'lsa, bog'lanishlaringiz mumkin. Rasmiy advokatimiz litsenziyamiz bor. O'sha fuqarolik, jinoiy, ma'muriy, iqtisodiy ishlar bo'yicha. Agar firmalarga yoki shaxsiy masalalarda ham yuridik xizmat, yuridik qo'llab-quvvatlash kerak bo'ladigan bo'lsa, bu bo'yicha xizmatlar bor. Aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat. E'tibor qilganlarga, eshitganlarga salomat bo'linglar.